fuqarosi O'zbekiston tovarini yomonlamayapti. Xom uzmasin, o'qilamasin, sifatsiz mahsulotni jo'natmanglar deyapti. Shuning uchun iltimos qilamiz, qo'limiz ko'ksimizda. Yana aytaman. Iltimos, to'xtataylik yomon ishlarimiz. Kulgi bo'lyapmiz, kulgi, ishonch qolmadi. Bozorlarimizni berib qo'ydik. Ochiqchasi berib yubordik. Mayli, mana qanaqa tushunasizlar, shu vatan uchun jon kuydirib, vatanim uchun tug'ilgan, nima deydi? Yurtim uchun mana jon kuydirsizlarga o'sha harakat qilyapman. Sifatsiz mahsulot, o'qlangan mahsulot, xom mahsulot 100% chiqarilgan. To'ngibay turishini oladiganlar yaxshilab eshitsin. Haqlari yo'q. Bunaqa noto'g'ri savdoni qilib, o'zbek brendini sindirishga hech qaysi fuqaroning haqqi yo'q. Buni men fuqaro sifatida O'zbekiston menga pasport berganda, pasport. Shu pasport O'zbekiston mana. O'zbekiston pasportidaman. Shu vatanda men tug'ilganman. Siz ham tug'ilgansiz. Haqqingiz yo'q O'zbekistonning mahsulotini sifatsiz eksport qilishga. Hech kimning haqqi yo'q. U 100 ta fuqarosi bor savdogar bo'lmaydimi? Qo'pol qilib aytganda. U 1000 ta va'da olib turishini unaqalarga haqqi yo'q. O'zbekiston qonuni bo'yicha O'zbekiston davlatining talabi shu. Bizning mustaqil O'zbekistonimiz yuksak, yaxshi darajada, yaxshi sifatli mahsulot eksport qilish kerak dunyoga. Xudo xolasa. 2025-yil gilos sezoni qat'iy talab qilinadi bu narsa.